to'ydan oldin endi to'yimiz bo'lyapti, endi unashtirib qo'yildik. Erta indin to'y bo'ladida, 15 kundan keyin to'y bo'ladida degan bahonalar bilan kelin bilan gaplashishlik mumkin emas. Ularda o'rtasida agar nikoh o'qilmagan bo'lsa, shunchaki unashtirib qo'yilgan bo'lsa, shunchaki unashtirishlik bilan u ikkovlari bir-biriga halol bo'lib qolmaydi. Nomahrammi, nomahram. Hali nikoh o'qilmagan, o'qilmagan. SMS ham, telefon ham, imo ham, Instagram hamma ko'rishib ham, g'oyibona ham, kabutar uchirib maktubda ham siz o'shamu deb mumkin emas. Nomahram, nikoh o'qilmaganmi? Nikoh o'qilmaganmi? O'qilmagan. Hali ular bir-biriga erohat sabr qilsin, ozgina sabr qilsin. 22 yil sabr qilgan, yana bir oy sabr qilsa yaxshi bo'lib ketadi, Alloh xolasa. Sabr tagi sariq oltin deydi.